mini diktofonlar haqida gaplashamiz. Faqatgina muhim eslatmani aytib o'tamiz. Ushbu mini yashirin kamera va diktofonlardan birovning shaxsiy hayotiga daxl soluvchi materiallarni yig'ish. Diktofonimiz ishlab turibdi, ovozini test qilib ko'ramiz. Mana rekord qismiga kiramiz va mana bitta dona fail turibdi. Endi buni biz birgalikda eshitib ko'ramiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarni ko'rib turganimdan chin yurakdan xursandman. Bugun mini diktofonlar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik so'rashdi mendan. Sizlar uchun maxsus kontent tayyorladik. Faqatgina muhim eslatmani aytib o'tamiz. Ushbu mini yashirin kamera va diktofonlardan birovning shaxsiy hayotiga daxl soluvchi materiallarni yig'ish, ularni saqlash yoki tarqatish maqsadida foydalanmang. Bu qonunan man etilgan. Faqatgina o'zingizning shaxsiy xavfsizligingiz uchun foydalansangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Qo'limdagi sotuv bo'yicha yetakchi bo'lgan Sevtek brendidan mini mikro diktofon. Quvvati o'rtacha 10-12 soatgacha zapis qiladi. Xo'p, xotirasi 64 GB. 64 GB degani 700 soatlik audio ma'lumot. Ya'ni 700 soat o'zining xotirasiga turli ma'lumotlarni zapis qiladi. Xotirasi to'lgandan keyin birgina fleshkani format qilganda buni format qilib yana qaytadan ishlatishingiz mumkin. Quvvati esa aytib o'tganimdek 10 soatdan 12 soatgacha yetadi. Va quvvati tugagan vaqtda birgina Type-C orqali uni yana quvvatlantirishingiz mumkin va shu Type-C orqali ma'lumotlarni ko'chirib o'tkazib foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu mini diktofonimiz ko'rib turishlaringiz mumkin. 3 sm uzunlikka ega. Xo'p, enini hisoblasak 1.7 sm ya'ni 17 mm ga to'g'ri keladi. Va eni xo'p hisoblashimiz mumkin mana 5 mm deyarli shunaqa kichik ko'rinishga ega. Buni bemalol ikki tomonlama skotch bilan turli xil joylarga yopishtirib ketishingiz mumkin, qo'yib ketishingiz mumkin. Bundan tashqari kiyimni yoqalariga ham bildirmasdan tikib qo'yishingiz mumkin. Ushbu mini diktofonimizni ishlatishimiz uchun birgina knopkasini offdan onga o'zgartirib qo'yamiz va bu bizga signal beradi. 3 marta yonib o'chgandan keyin ishlashni boshlaydi degan bizga xabarni yuboradi va hozir ishlashni boshladi. Endi biz buni test qilib ko'ramiz. Diktofonimiz ishlab turibdi, ovozini test qilib ko'ramiz. Mana qo'ydim. Xo'p. 1 metrdan gapirdim, 2 metrdan gapirdim. 3 metrdan taxminan 4 metr 5 metr 6 metr. Endi deyarli shunaqa hozir hisob-kitob bo'yicha hozir birgalikda ovozini eshitib ko'ramiz. Qanchalik ovozini yozganiga o'zingiz baho berasiz. Olamiz diktofonni. Shunchaki ondan xo'p, offga o'zgartirib qo'yamiz va faylni saqlash uchun mana bu qizil sveti yonib bizga belgi beradi. Ishlatib ko'ramiz. Diktofonimiz komplektidan shunaqa yo'riqnomasi qanaqadir ilib yurish uchun to'g'risi anaqa bo'yinga osib yurish uchun mo'ljallashtirilgan, adashmasam bu. Xo'p, USB kabeli va Type-C telefonlar uchun переходник chiqadi. Biz avval USB kabelni Type-C переходникka ulaymiz va e'tibor bering, bu tarafini xo'p diktofonga ulaymiz. Endi bu переходник tarafini esa mobilniy qurilmamizga ulaymiz mana. Mana qarang, kichikligini bilib turishingiz mumkin. Ulaganimizdan keyin biz fayllarga kiramiz. Sevtek deb ochiladi. Rekord qismiga kiramiz va mana bitta dona fayl turibdi. Endi buni biz birgalikda eshitib ko'ramiz. Xo'p. Endi biz buni test qilib ko'ramiz. Qatga qo'yamiz o'sha uchun. Xo'p. Diktofonimiz ishlab turibdi, ovozini test qilib ko'ramiz. Mana qo'ydim. Xo'p. 1 metrdan gapirdim. 2 metrdan gapirdim. Ana oling aka. 2 metrdan gapirdim. 3 metrdan taxminan 4 metr 5 metr 6 metr. Endi deyarli shunaqa hozir hisob-kitob bo'yicha hozir birgalikda ovozini eshitib ko'ramiz. Qanchalik ovozini yozganiga o'zingiz baho berasiz. Olamiz diktofonni. Shunchaki ondan xo'p, offga o'zgartirib qo'yamiz. Xo'p, gap bo'lishi mumkin emas. Bir gap bilan aytganda bu diktofonimiz ovozni o'zi nazorat qiladi. Ya'ni sekinroq kelayotgan ovozni kuchaytiradi, balandroq keladigan ovozni pasaytiradi. Shum подавление funksiyalari bor.
juda ham professionalniy ovoz yozadi. Misol uchun qanaqadir boshqacha diktafon bilan olsa, shum nimadirlar bo'lib qolishi mumkin, lekin bu maksimal darajada ovoz sifatiga javob beradi. Keyingi navbat esa bundan hajmi sal yirikroq, ya'ni Sevtic brendiga tegishli shunaqa mini diktafon haqida. Bu diktafonni ishlatish ham xuddi shu kabi, faqat buning farqli tarafi bu diktafonimiz 64 gigabaytli xotiraga ega, ya'ni 200 soatlik zapisni o'z ichiga sig'dirardi. Buning xotirasi esa 8 gigabayt. Ya'ni bu o'rtacha 90 soatlik audio ma'lumotlarni o'zining xotirasiga sig'diradi. Lekin buni yana bitta plyus tarafi bor, bu 14 soatgacha audio yozuvlarni bizga yozib beradi. Men o'zim shaxsan buni tekshirib ko'rdim, test qilib ko'rdim. Xo'p, kechqurun soat o'rtacha 8:30 atrofida edi, adashmasam, yo'q, 7:30 atrofida edi. Men yoqib qo'ydim uni. Xo'p, institutga borib, misol uchun soat 11:30, 10:30 atroflarida ham buni o'chirib yozuvlarni tekshirib ko'rdim. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. 1 soatdan bo'lib, xo'p, 14 soatlik anaqani audio ma'lumotlarni menga taqdim etdi. Buni narxi biroz arzonroq, ya'ni $50 atrofida chiqadi. Hajmiga keladigan bo'lsak, 4 sm uzunligi, eniga keladigan bo'lsak, taxminan 1.7 sm va eni 4 mm yoki 0.4 sm yoki 5 mm ga yaqin. Juda ham zo'r. Xo'p, mini diktafon, buni bemalol mana bunaqa sveterlarni, xo'p, hozir menda finka, lekin sveterlarni yoki boshqa kiyimlarni yoqasiga yoki kiyimlarga bemalol tikib qo'ysa bo'ladi. Juda ham zo'r diktafon. Xo'p, buni komplektida o'zining maxsus USB kabeli chiqadi. Ya'ni bu USB buni telefonlarga, kompyuterlarga ulashimiz mumkin. Foydalanuvchi kitobchasi chiqadi va buni yana bir qulaylik tarafi bor. Ichidan naushnik chiqadi. Siz naushnikni ulab, bemalol yozib olingan zapislarni joydan turib ham eshitsangiz bo'ladi. Bu bir tarafdan yaxshi, juda ham zo'r. Ya'ni sizda hech qanaqa qurilma yo'q, faqat diktafonning o'zi. Buni yoqib qanaqadir ovoz bilan yozib oldingiz va buni yana qo'yib, siz ovozlarni birma-bir eshitib chiqasiz. Bu bitta funksiya, bitta qulaylik, zo'r. Faqat hurmatli kuzatuvchilar, qo'limdagi ushbu kabelni yo'qotib qo'ymanglar. Sababi bu bir tarafi USB, an'anaviy USB-A va bir tarafi 3.5 mm lik jack ko'rinishda bergan. Ya'ni bunda ko'rsalaringiz USB hech qanaqa yo'q, faqat bitta dona, xo'p, 3.5 mm lik porti bor. Shunga ulanadi va bu yog'ini telefon yoki kompyuterga ulasak, bu podключить bo'ladi. Juda ham zo'r. Buni narxini eslatib o'taman, $50 atrofida chiqadi. Hurmatli kuzatuvchilar, nasib bo'lsa bugungi ikkita diktafon haqida kontentimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Qanaqadir fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyalarda bemalol yozib qoldiring. 12 ta viloyat bo'ylab yetkazib beramiz. Nasib bo'lsa diktafonlarimiz sifati juda ham sifatli, original mahsulot. Buni kopiya yoki qanaqadir boshqacha variantlariga aldanib qolmang. Kimga kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqingizlar. Bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hali ham obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Akbar Abduvaliyev bo'ldi.